2025-yilning 17-20 noyabr kunlari UzAvto Motors aksiyadorlik jamiyati Xorazm viloyati filialida compliance siyosati va uning korxona faoliyatini yanada rivojlantirishdagi ahamiyati mavzusida o'quv treninglari o'tkazildi. Unda UzAvto Motors aksiyadorlik jamiyati compliance xizmati mutaxassislari va korxonaning ishchi xodimlari ishtirok etdilar. Ismim Akmalbek. Compliance xizmat ta'minot tizimida ishlayman. Savol-javob bilan o'tsak qiziqroq bo'ladi. Bugungi o'qishda tashkil qilishdan maqsad compliance xizmati bilan sizlarni yaqinroq tanishtirish. Asosiy maqsadimiz korrupsiya, manfaatlar to'qnashuvi. Nima korrupsiya? Ha. Rahmat. Fikringlar qiziq xolos menga. Ha, akalar. Yo'q, aralashmaysiz. Jamiyatda qaysidir jarayonda korrupsiyani oldini olinmaydi-da. Nimagaki siz aralashmadingiz bu yerda. Men ishim emas dedingiz. Chekkaga chiqib oldingiz. Demak, shundiga bunga ham javobgarlik bor. Harakatsizlik deb baholanadi akalar. Huquqiy oqibat keltirib chiqaradi. Ma'lumot o'rnida shuni alohida ta'kidlash lozimki, UzAvto Motors aksiyadorlik jamiyati va uning tarkibiy korxonalarida compliance xizmati O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 27-may kuni qabul qilingan farmoniga asosan tashkil qilingan bo'lib, hozirgi kunda samarali faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Manfaatlar to'qnashuv ko'pchilik o'ylaydi, faqat xodim o'rtasida deb o'ylaydi. Xodim o'rtasida emas. Bu yerda korxonalar o'rtasida ham bo'lishi mumkin. Telegram kanalimiz bor, pochtamiz bor. Compliance o'ziniki. Sizlarni xabardor qilganinglarda shaxsiylik sir saqlanadi. Treninglar davomida compliance xizmati xodimlari tizimning takomillashish bosqichlari, xizmatning maqomi va maqsadi, yo'nalishlari haqida batafsil tushunchalar berdilar. Shuningdek, korxonada compliance xizmati o'z maqsadini amalga oshirish yo'lida ishlab chiqqan siyosatlar, uslubiyot va yo'riqnomalar, manfaatlar to'qnashuvi tushunchasi, korrupsiyaga yetaklovchi omillar va ularning oldini olish borasidagi ma'lumotlar bilan o'rtoqlashdilar. Mana bugun biz UzAvto Motors Xorazm filialida compliance siyosatiga doir bo'lgan treningda ishtirok qildik. Trening natijasida biz bilimlarimizni yanada mustahkamlab oldik. Compliance siyosatiga taalluqli bo'lgan sohalarni chuqur o'rganib, trening jarayonida ko'p narsalarga ega bo'ldik. Trening natijasida qisqa savol-javoblar va interaktiv tarzda o'tkazildi trening. Compliance bo'lib o'tgan treningda biz UzAvto Motors korxonasiga compliance nimaga kerakligini, ular qaysi sohalarni o'z ichiga qamrab olganligini bilib oldik. Compliance'da bu korrupsiyaga qarshi kurashish, manfaat to'qnashuvi haqida qisqacha tushunchalarga ega bo'ldik. Prezidentimiz ta'kidlaganidek, korrupsiya bilan jazolash emas, balki uni oldini olish. Bitta korxonaning rivojlanishida korrupsiyani, manfaat to'qnashuvini qay darajada to'sqinlik qilishi mumkin ekanligini bilib oldik. Bo'lib o'tgan treningda biz ushbu compliance haqida to'liq ma'lumotga ega bo'ldik degan umiddaman. Trening jarayonlari o'zaro muloqot shaklida samimiy va innovatsion uslubda o'tkazilganligi ishtirokchilarni faollikka chorlab, mashg'ulotlarning yanada qiziqarli o'tishini ta'minladi. Compliance xizmati faoliyati va uning ahamiyati xususida o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob olish imkoniga ham ega bo'ldilar. Compliance so'zi o'zi ma'nosidan kelib chiqadigan bo'lsak, muvofiqlik yoki rioya degan ma'noni anglatadi. Mamlakat ishlab chiqarilgan qonunlarga yoki korxona o'zi ishlab chiqargan nizom, yo'riqnoma, siyosat, taomillariga rioya etilmasligi tufayli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavflar nazorati va boshqaruvi. Xavflar ikki xil bo'ladi: ichki xavflar, tashqi xavflar. Ichki xavflarga qo'pol qilib aytganda, hammamiz lavozim yo'riqnomamiz bor-a? Shunda bizga ichanib topshirilgan vazifalar bor. Shu vazifani sidqidildan yoki qisman bajarmaslik, umuman bajarmaslik, bu ham ichki xavf. Nima aka? Rahmat. To'g'ri. Maxfiy ma'lumotlar tashqariga sizib chiqishi, qo'pol qilib aytgan. Maxfiy bo'lmagan taqdirda ham korxonani obro'sizlantiruvchi ma'lumotlar tashqariga sizib chiqishi. Oilamizdagi narsani olib chiqmaymiz-ku bittamiz ham. To'g'rimi? Oiladan farqi yo'q buni. Tashqi xavflar, urushlar, sanksiyalar, iqtisodiyotdagi yoki siyosatdagi barqarorsizliklar, tabiiy ofatlar, raqobat. Bular hammasi tashqi xavflar. Compliance xizmatining korxonamizga kirib kelishi bo'yicha ma'lumotlarga ega bo'ldik. Hurmatli prezidentimiz tashabbusi bilan barcha davlat ulushi bor korxonalarni halollik vaksinasi bilan emlash, ya'ni compliance xizmatini
yo'lga qo'yish bo'yicha ma'lumotlarga ega bo'ldik. Korrupsiya holatlari, korrupsiyaning kelib chiqishi, korrupsiyani oldini olish bo'yicha ma'lumotlar berib o'tishdi. Oldinlari korrupsiyani ustida ushlab, uni jazolash ishlari olib borilsa, endilikda korrupsiyani oldini olish va uni bartaraf qilish, uni kelib chiqishini o'rganish bo'yicha ma'lumotlarga ega bo'ldik. Bizga trening juda qiziqarli va foydali bo'ldi. Bo'lib o'tgan treninglar davomida Compliance xizmati xodimlari UzAuto Motors aksiyadorlik jamiyatida compliance xizmati joriy etilgandan keyin qayd etilgan ish samaradorligi, aniqlangan huquqbuzarliklar va qoidabuzarliklar haqida umumiy ma'lumotlarni ham taqdim etdilar. O'z navbatida shaffoflik va ochiqlik siyosatini takomillashtirish, turli qonun buzilish holatlarining oldini olish kabi jarayonlarda bugun korxonada xizmat qilayotgan har bir xodim alohida ahamiyat kasb etishi ta'kidlandi.